Kotak var. Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammanglarga shu vaqt xayrli bo'lsin. Men Tug'luq Hamid. Hammanglarga o'tib salom. Xitoy hukumati qarindoshlar bizniki vatanimizda irqiy qirg'inchilik yurgizayotdi. Xonim qizlarimizni dafsanda qilyotdi. Odamlarimizni o'ldiryotdi. Keng ko'lamda lagerlarni barpo qilib, bizga irqiy qirg'inchilik qilyotdi. Mening opam dadammi 2017-yilda Xitoy bexatarlik organlari tomonidan tutib ochilib, hozirgacha Xitoyniki dadam kunaslik turmishda, apam bayandaylik turmishda so'laqliq. Shuningga men bularni qutqizish uchun shu Shvetsiya hukumatidan va boshqa tashkilotlar xat yozayotgan ishlar bor. O'zimmi harakatini qilish uchun ham shada vaqtimning vaqtida to'g'ri kelgan vaqtida namoyish qilyapman. Bu yolg'izlam ota-onamning ham da'vosi emas, bu xalqimizning da'vosi, ham ota-onamning da'vosi. Shunday qarindoshlar. Har birimizniki, o'zimizniki kallasi, o'zimizniki o'zimiz boshqaraylik qarindoshlar. Bizni bu yerda o'zimizning uyininkini, o'zimizning chiqimlarni, hamma ishni o'zimiz to'lab, o'zimiz yashaydi ekanmiz. Nima uchun bir top cho'shqilarning orasida yoki bir top bir so'rinninki qul bo'lib qolmiz qarindoshlar. Bizden vatandakilar shuni kutyapti, bizden ota-onamiz shuni kutyapti. Boshqa qarindosh millatlarniki hammasining vatani bor, bizning ham vatanimiz yo'q qarindoshlar. Mushta juramda kechki sargardon bo'lib, numus qilmamda boshqa millatning oldida. Millatingning qizlarini boshqalar dafsanda qilyapti deb numus qilmamsizlar, amamsizlar qarindoshlar. O'ynaydi ekansizlar, usulni daqodonbaqni tashkilotdikilar, sap qo'ydi ekansizlar. Har rasvochiliklar, o kun quturab o'tiramay u vayron bo'lib tugishib ketdi. Qarindoshlar, men u xotinni, men u Ravshan Abbosgan o'nchi-munchi cho'ng ko'rib ketmayman. Men shuni mening qo'limdagi vampay kartlarimningmi emas, u vampay kartim emas u. Uni men cho'ng bilmagachga, uningdan cho'nginiki to'qo illaylik bo'lg'achqa, unikidan dalam azroq ovozini aytib qo'ydim. Uningga degan kakarshib, tillishib, kuchlar degan chiqib, bu ota-onanglar, burunlarda bir ishpatlik ayollarga bunda bir odamlarga egi chiqadi, jalab chiqadigan bir moda bo'libdi qarindoshlar. O'zining a'lari yo'qmi? Unga chiqib so'zlamamda, latqasqa so'magan latqasqa so'gan haqqi ko'tiraga berayotgachga xotinlarni ashta shuridi. Amaliyot bular xotin munosib yo'q qarindoshlarmishlarniki, men deganlarniki. Faqat xizmatdosh bular. O'zlarining yaxshi mehribon oilalarini buzib, ma'lum maqsadlarga yetish uchun, ma'zum vazifalarni elish uchunga shu odamlar, shu xotinlar bir-birisi kerak bo'lib qolg'achqa, bir-birisi bilan bir nuqtada kesishdi qarindoshlar. Shunday gap. Bu to'g'risida men jiq gap qilgim yo'q. Mana 8-oyninki 5:20da men naq maydon qilma dedim. Chaqdim asli gapim bor. Hozir bu to'g'riliq gapim yo'q qarindoshlar meniki. Shuningga endi chiqib montaj qilgan, uni qilgan, buni qilgan deganlar. Shunda qilgan bo'lsam, shu Roshanadan shu sotninki qog'ozini elib, yo oldiga kelib, yo saqchixondan oldiga kelib, gap qilsin. Montaj qilgan, sana Xitoy avat bergan bu. Shu chaqda ko'rimiz qolgan. Men dedim-ku, yana bizni ussam bo'lmoqlik qilib berma, yana bizni ussam pulini. Bu gapdan qilaverishimning hojati qarindoshlar. Bizningki ko'ngil bo'ldig'imiz xalqningki rasvochilik emas. Bunday narsalarga bir kichik narsa qarindoshlar bu. Masalan, jiq narsa degim yo'q. Ham dabga chiqaysizlar, quloq solmadinglar. Voy undaq, voy bundaq. Ishonmaysizlar qarindoshlar. Ishonginglar kelmaydi. Sizlar bularni obida o'rinda his qilasizlar. Ish qilyapti. Nima ish qilyapti? Apirib Miyonxonning markazi uslubini totdi. Shu indigenous qilib qo'yib Uyg'urlarni qirayotdi. Shu boshqa nima ish qildi? Bu yoqdan bu yoq Suriyaga odam selyapti. Salla qo'ng ichilib qolganlar bo'lib qolsa, yo'l bu yoqqa yo'l qo'ysagan bo'lib, bu yoqqa yo'l qo'ysagan bo'lib, bu davlatda tutqizib qo'ydi, tutqazmadi. Trumpning davrida
Qattiq o'g'ashqa amal yo'q. Ele Pokistondan birilerini akab, onu bunu qilib, o'zlarini ishxona ko'rsatdi amaliyotda. Bizning qutqizadigan odamimiz bir yoki ikki odam emas. Meni qutqizadigan odamim ota-onamga nega chiqa olmayman? Xalq uchun shunchalik so'zlab qo'yalayman, boshqa hech nima qilib beramayman. Ko'pchilik qilish kerak bu narsani. Yalnız bir Tug'luq Hamid yoki bir Zumrat Tursun yoki bir Solih Xudoyorning 3 odamniki, 4 odamning ishi emas. Qarindoshlar, bu hammamizning ustiga tushgan mas'uliyat bu asli bilsak. Lekin unda qilmayapmiz. Shuningga qarindoshlar, o'shqanlarimizni yig'ib o'taylik. G'arb allarining oldida nima qilish kerakligini, nima ish qilishimiz uchun o'zimizniki cho'qim bir nishonimizni bildirishimiz kerak. Bildirib kelayotgan yoshlar bor. Yaxshi ishlarni qilayotgan, ish qilmadi, so'zlayotdi, ish qilmadi, so'zlayotdi. Palanchi indigenous kategoriyasi kirgizib yetib, yog'inlardan unda hissiyatini o'ynab, haqni janvalarga kap, uyalarga akab, buyalarga akab, bilgaga akab namoyishini qilib, onundan keyin qop andayliqindek bir mollalarni saladiki, Alloh rozi bo'lsin, hali chiqim qilib kelganga. Alloh rozi bo'lmaydi, nimaga rozi bo'ldi? Mushu qilayotgan ishlarga rozi bo'lamdan ishlarniki. Shuningga qarindoshlar, ota-onalarga ega chiqinglar, men boshqa gapni qilmasammi? Menda narsalarni ko'tarib turinglar, parlamentlarning oldida xat yozinglar. Uyda bo'lsa rasmini tutib qilinglar, vaqtinglardan kelguncha. Ne ota-onasi, akillari sirtda turmalarda bala, turmalarda, lagerda bala ko'ryaptimi, o'ynab, yeb ichib yuradi ekanlar. O'ynanglar, yeb ichinglar, psixikanglarni kontrol qilinglar, o'zinglarni ching tutinglar. Lekin bunday ishni qilinglar. Mani qilib turib o'ynab kulsanglar, yana boshqa vijdoninglarning azobini yeniklatgan asosda. Adam degan bir ishni g'urur olmasa, bir ishni ho olmasa, cho'shqidek bo'lib betig'ilib yuradi ekan. Shuningga men deydiganim, yana desam, yana shu bu bir hayajonlangandek yoki bir ko'tarilib ketgan, kashki qaynab bir narsani davrdigan ish emas. Ko'rdinglar qanday qiltini qarindoshlar. Endi naga mengish, naga mangmas o'zinglarning ishi. Shunda o'shinchilik gap. Endi qolganlariga meningki yaqindak chupranda, yaqindak pitlarga kirib gap qilgan vaqtim yo'q hozir. Qolgan narsani qarindoshlar 8-oyning 5-kuni soat 20:00 da gaplashaylik. Muhim xabarlar bor yana. Men bu yerda turay qarindoshlar hamsa yana. Biroz daqiqa. Biroz daqiqami turpulamaslik mumkin, tushdan ozroq qiladigan ishim bor. Men birdan bu yerda turay. Ma do'stimizning vaqti qis, mangimiz bo'lmaydi. Shu qarindoshlar. Unda bo'lsa, Allohga omonat, o'zinglarni asranglar. Unda bo'lsa, men yana bir o'rtoqda bir 2-hislar dam oldi ekanman, 2-hislar yana bir chiqishim bor, Xudoyim bersa. Vaqt saytini bilmayman. Ammo bir chiqishim bor, undan keyin 5-hislar naq maydon qilaman, 6-hislardan boshlab dam olish, ta'tilga chiqdim. Bir oydak yo'q bo'laman. Ammo Facebookda, sotsial medialarda bor chiqib turaman. Shuningga qarindoshlar, boshqa hech nima qilmasanglarmi, ota-onalar ega chiqinglar, Allah bekorga yetib ketib bordi. Mana qarindoshlar, mushu bizning da'vogarlarimizning qilgan ishimiz shu. Cho'ng ish qilib bermadi, lager ichib berdi, shu Xitoy bilan moslashib. Bu gapdan bak chiqib dab ketdik. Dabasakmi bezarib oldi ekansizlar. Bir narsani ko'rsak bo'ladi, bir narsani ko'rsak bo'ladi. Ko'rdinglar, angildinglar, ana shunchalik, shu hali shunchalik. Sizlar ishongan da'vogarlarniki, sizlar nima qilganlarniki. Şaş olmayın günahı vardı ya. Shunday gaplar qarindoshlar. Endi chiqqa qilishning o'rni yo'q. Bo'pti, men do'stimizni qilib ketaman, birdan turib ketay. O'chirib atash.